biza o'sha обещать qilganimizdek 1 oyda ichida 1 millionga оборотga chiqishimiz kerak edi. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Videoni oxirida do'stlar meni sovg'am bor albatta. Buni qilishimizdan maqsadimiz to'shto ko'p kishi tushunmay qolyapti. Misol Xitoydan zakaz qilsammi, leba chetdagi bozor bilan ishlasammi, qanaqa tavsiyalar berasiz degan savollar juda ham ko'p tug'ilyapti. Marketplace ga kirdingizmi? Marketplace ga kirganingizdan keyin birinchi beradigan tavsiyam sizlarga biza hozirgi kunda esa 2025-yildan boshlab uje Amazonda Wildberries degandek marketda kачествоga juda ham ahamiyat berishyapti. Do'stlar, assalomu alaykum barchaga. Sizlar Muhammad Alining kanalini tomosha qilyapsizlar. Bu video davomida do'stlar biza marketplacelar bo'yicha gaplashamiz. Men sizlarga juda ham ko'p informatsiyalarni berib o'taman. Bu videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya etaman. Biz hozir olgan skladimizning oldiga kelganmiz. Zakazlarimiz ko'p. Zakazlarimizni ham bir qatorga ko'rsatib o'tamiz do'stlar. O'sha paytda olganimiz skladimiz edi. Amazonda ichidan bo'sh pomisheniyasi bor edi. Bizda eski hamkorlik tanishimiz bilan o'sha pomisheniyani olgan edik. O'sha yerda tovarlarimiz turibdi. Bizga juda ham qulay bo'lgan. Sizga zakaz tushib qolsa agar tavsiyam oyandada, misol kimdir agar shu biznesga qiziqib, marketplacelar bo'yicha o'z biznesini qurmoqchi bo'lsa, tavsiyam o'sha PVZN egasi bilan tanishib turib, ichidan agar sklad olsalaring, sizlarga juda ham qulay bo'ladi. Chunki tovarlarni olib kelib o'sha yerda upakovka qilib, o'sha yerda topshirishlaringga juda ham qulay bo'ladi. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Videoni oxirida do'stlar meni sovg'am bor albatta. Sovg'amda esa videoni oxirida aytaman. Do'stlar, bizada barcha qilayotgan ishlarimizni, qilayotgan natijalarimizni, o'quvchilarimizning natijalarini barchasini sizlar bizga Telegram kanalimizda ko'rishlaring mumkin. Telegram kanalimizda esa shu ekranlar yonida QR kod qoldirib ketamiz. Skaner qilib Telegram kanalimizga ham o'tishingiz mumkin, yoki opsiyadan qoldirib o'tamiz. Agar siz marketplacelarda biznes qilmoqchi bo'lsangiz, Amazonda Wildberries degandek marketda o'z biznesingizni qurmoqchi bo'lsangiz, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Barcha informatsiyalarni berib o'tamiz. Unda biz hozir ichkariga kiramiz, zakazlarimizni ham obzor qilib o'tamiz va yana darslik suhbatni davom etamiz. Qani ketdik. Do'stlar, biz hozirda kelib olganmiz. Bu yerda esaringda bo'lsak, jeta bir hafta to'liq, bir 10 kun oldin yuk tushirgan edik. Yuklarimiz o'zlaring ko'rib turgandek juda ham oz qolgan. Yana zakaz qilishimiz kerak. O'shanda biz 100 korobka, 80 korobka, 100 korobka olib kelgan edik. Uje deyarli tugab ketdi. Mana shuncha korobkasi qolgan bo'lsa, biza o'sha обещать qilganimizdek 1 oyda ichida 1 millionga оборотga chiqishimiz kerak edi. Bugun chizlo esa do'stlar 27-chizlo aprel. Xudo xolasa 10 kun davomidagi bir hafta 10 kun davomidagi men полностью natijalarimizni ko'rsatib boraman. Aytganimdek, bizning Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lsangiz, barcha qilayotgan ishlarimizni, natijalarimizni hammasini ko'rib olasiz. Do'stlar, men o'zim krossovkamni sotayotgan krossovkamni ham ko'rsatishga tayyorman. Buni qilishimizdan maqsadimiz to'shto ko'p kishi tushunmay qolyapti. Misol Xitoydan zakaz qilsammi, leba chetdagi bozor bilan ishlasammi, qanaqa tavsiyalar berasiz degan savollar juda ham ko'p tug'ilyapti. Men tavsiya bergan bo'lardimki, birinchi bo'lib siz Rossiya territoriyasining bozorini o'rganib chiqing. Bu deylik Lublino, Chak, Moskva, Yujniy Varota, leba Sadovodda oladigan bo'lsak, leba Yujniy Varotani oladigan bo'lsak, Lublinoga keladigan bo'lsak, основной avtobuslar Lublinoda o'tiradi. O'sha yerdan biz ishlaymiz, postavchilar bilan tanishmiz. Agar postavchilarda sizga nomerlari, saytlari kerak bo'lsa, bizning Telegram kanalimizda topishingiz mumkin. Menda baza bor. Bazada o'sha bazani ichida hamma telefon nomerlari, kontaktlari, saytlari, hamma narsasi bor do'stlar. Bemalol kirib murojaat qilishlaringiz mumkin, tovarlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Do'stlar, men hozir mana shu krossovkalardan sotyapman. Biza hozir Do'stlar, men o'zim mana shu krossovkadan sotyapman. Asics deyiladi bu krossovka. Bu letniy krossovka. Xo'p, letniy krossovka, endi o'zlaring bilasizlar, letniy krossovkani biz zakaz qilamiz. 3 oy 4 oy oldin zakaz qilish kerak bo'ladi. Misol siz agar yozda kirmoqchi bo'lsangiz, qishda zakaz qilish kerak bo'lib qoladi. Bu yozda shu tovaringiz yetib kelguncha.
Leba siz 1 oy 2 oy oldin bozorga chiqib tovarlarni analiz qilib, o'sha yozgi tovarlar qishda vitrinaga chiqishda boshlaydi. Misol deylik, mana shuni biz 700 rubldan olib 4,5 ming 5 ming rubl sotyapmiz. Endi foydasini bilmasalaring agar unit ekonomika degan narsa bor. Unit ekonomikani tablisasini ham men Telegram kanalimizga qo'yib o'taman. Zakripet qilib qo'yaman. Kimgadir o'sha narsa kerak bo'lsa, unit ekonomika degani nima degani? Misol siz tovaringizni optim narxida olyapsiz, qancha qo'yib sotishingiz kerak, qancha rasxodlaringiz bor, qancha pribilingiz qoladi va qanaqa narsalarga siz rasxod qilasiz degan tablitsa bo'ladi. O'shani unit ekonomika deyiladi marketplace'larda. O'shani siz bilmasangiz agar, tovarni olib qo'ysangiz u qimmat narxga sotaman deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Azonda Valberisda misol deylik, biz shuni olib 700 rubldan olib, aytganimdek 4,5 ming 5 ming rubl 3,5 ming rubldan sotyapmiz. Misol deylik, siz marketplace'ga kirdingizmi? Marketplace'ga kirganingizdan keyin birinchi beradigan tavsiyam sizlarga, biza rus auditoriya bilan ishlaymiz. Rus auditoriya bilan ishlaganingizdan keyin, естественно, tovaringiz o'shanga mos bo'lish kerak, o'sha auditoriyaga bo'lish kerak. Misol deylik, Azonda oladigan bo'lsa, 3 ta kategoriyaga bo'linadi. Misol kambag'allar bor, sredniy statistический misol yashaydigan insonlar bor, boylar bor. Boylar ham kirib Azonda Valberisda narsalarni xarid qiladi. Misol siz qaysi направлениyaga va qaysi kategoriya bo'yicha kirasiz. Agar siz arzon направлениyaga kirsangiz, bilingki, sizni tovaringiz narxi ham arzon bo'ladi va olayotgan odamda ham nimasi arzon bo'ladi. Misol yashash tizimi arzon bo'ladi. Misol deylik, sredniy kategoriyani olsangiz, ulardan misol 1000 rubldan tovar olib turib, to 5000, 6000, 7000 rublgacha sotsangiz bo'ladi. Agar siz bo'yroq kategoriya, bo'yroq направлениyaga kirmoqchi bo'lsangiz, kategoriyangizni естественно kachество qilish kerak bo'lib qoladi. Hozirgi kunda esa 2025-yildan boshlab uje Azonda, Valberisda, Yandex Marketda kachestvoga juda ham ahamiyat berishyapti. O'shanga tavsiyam do'stlar, agar sizlar yangi boshlamoqchi bo'lsalaring, yangi kirib shu sohani o'rganmoqchi bo'lsalaring, albatta tovarlaringni ushlab o'zlaringga olgandek proverka qilib olinglar. Nima uchunki har xil holatlar bo'ladi. O'shani hisobiga ham vazratlaring ko'payishi mumkin. O'shanga do'stlar, sizlar qaysi bir tovarga kirmoqchi bo'lsalaring, qaysi bir направлениyaga kirmoqchi bo'lsalaring, albatta o'sha tovarda va o'sha направленияni yaxshi o'rganishga tavsiya beraman. Do'stlar, misol deylik, siz shu sohaga kirmoqchi bo'lsangiz, birinchi bergan tavsiyam meni o'zingizga yaxshi bir nastavnik toping. Nastavnik degani misol 5 yil, 6 yil, 7 yillik staji bor insonni topib, o'shanga misol deylik, bilimingizni oshirish uchun qancha so'rasa bering, zato sizda bilimingiz bo'ladi. Olganda shu bilimlar kerak bo'lib qoladi. Do'stlar, bizda misol fulfillment xizmati ham bor. Kargo xizmati ham bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Misol deylik, siz Xitoydan tovar zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqsangiz, biz sizga yordam beramiz. Agar fulfillment xizmati kerak bo'lsa, bemalol chiqib murojaat qilsangiz ham yordam beramiz do'stlar. Shunaqa xizmatlarimiz ham bor. Shkolaga keladigan bo'lsak, kursga keladigan bo'lsak, shunaqa xizmatlarimiz ham bor. Bemalol murojaat qilsalaring bo'laveradi. Offline tarzda xohlasangiz onlayn tarzda o'qimoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerlarga telefon qilsangiz bo'ladi. Misol deylik, biqilar O'zbekistondan, Tojikistondan telefon qilyapti, yoki Rossiya territoriyasida, именно Moskvada emas, boshqa shahardan o'qimoqchi bo'lyapti, kelishga возможности yo'q. Siz onlayn tarzda shu sohaga kirib, bilimingizni oshirib, o'z biznesingizni qursangiz bo'ladi. Bizda yana bitta направление bor. Agar kimdir menejerlik xohlasa, menejerlik kursimiz ham bor. Bemalol murojaat qilib, ma'lumot so'rashingiz mumkin do'stlar. Unda biz hozir natijamizni ko'rsatib o'taman. 10 kunlik natijamizni, xudo xolasa, 1 oyda ichida biz 1 milliondan oshishimiz kerak. Qani, ketdik. Do'stlar, bu yerda bizda ish jarayonimiz ketadi. Skladni olgan edik, hali beri joylashtirganimiz yo'qmiz narsalarimizni. No'j zakazlar tushib boshladi, uspet qilmayapmiz. O'shanga bardaylikka ahamiyat bermaysizlar. Bu ish jarayoni shunaqa bo'lishi kerak. Xo'p, yana bir tavsiyam do'stlar, yangi kirayotgan insonlarga sizda atigi bitta notebook bo'lish kerak. Mana shunaqa notebook bo'lish kerak. Notebook 10 ming, 15 ming olsangiz bo'ladi. Bitta printer olasiz, keyin qolgan melichni расходlaringiz bo'ladi. Tamom. Ishni boshlaysiz. Xo'p, xudo xolasa, hozir mana bu chekni chiqarib qo'yishibdi. Mana bugun chislo 27.
ko'rsatuvi 27.04.25. Mana bu yerda o'sha zakasimiz bor. Yana zakas chiqarishimiz kerak. Hozir biz yana bitta zakas chiqarib olamiz. Xo'p. Xudo xolasa dalshi zakasimiz chiqyapti. Bugun xudo xolasa bir 60 ta zakasimiz bo'lish kerak, a? Da, bugun 60 ta jeta zakasimiz bor. Kundan kunga o'sib boryapti. Inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, hozir buni polni chiqarib olamiz va darsga davom etamiz. Do'stlar, o'zlaring ko'rib turgandek, boshida 3 ta tushgan edi. Uni ham biz Telegram kanaliga tashlagan edik. Ertasi kuni уже 4 ta 5 ta tushishni boshladi. Indiniga sirasi zakasimiz oshdi, 10 taga chiqdi, keyin 15 taga chiqdi, 13 taga chiqdi, 20 taga chiqdi. 27-bugun chislo, datasini ham ko'rsatdim. Bugun esa 60 ta zakasimiz bor. Biz esa brendoviy krossovkalar sotamiz. Brendoviy krossovkalar sotishingiz uchun qanaqa dokumentlar kerak bo'ladi va qanaqa ish jarayonlari bo'ladi? Biz hammasini shu 5 yil, 6 yillik stajimiz bilan sizlar bilan bo'lishib boramiz do'stlar. Xo'p, qanaqa dokumentlar kerak bo'lsa ham, deklaratsiya kerak bo'ladimi, dokumentlar kerak bo'ladimi, hammasiga yordam berib boramiz do'stlar. Bir xil o'ylayapti, razmeriyat kirsa razmeri qolib ketadi, liba shtraf bo'ladi, u bo'ladi deyapti. Biz do'stlar 4-5 yil davomida ishlab kelamiz. Hali beri biz shtraf olganimiz yo'q. Xo'p, o'shanga qo'rqmasdan bosyapmiz, qo'rqmasdan pullarimizni barchasini tovarni biznesga tikyapmiz do'stlar. Sovg'ani olish uchun do'stlar Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Shu videoga bitta like bosing hamda do'stingizga ulashib qo'ying. Videomiz esa manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Albatta do'stlar, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Misol, qanaqa yana biz video chiqarishimiz kerak, qaysi mavzuda video chiqarishimiz kerak, balkim sizga bozorlar interesnadir. Har xil bozorlarda bo'lishimiz kerakmi? Qanaqa mavzuda biz imенно shu marketplacelar bo'yicha qaysi temada biz video chiqarishimizni ham albatta kommentariyada yozib qoldirsangiz, bizga ham yordam bergan bo'lasizlar. Xo'p, давай, короче.